Yuzimizdagi qora nuqtalar nimadan kelib chiqishi sabablarini o'rganamiz. Yuzimizdagi norma holat mana bu bo'ladi. Poralarimiz qisqargan, terimiz, kojamiz kачествоsi yaxshi holati shu. Ya'ni qora nuqtalar nimadan kelib chiqadi? Bu zonada poralarimiz aktiv, juda ham keng va yog'lanishlarimiz balanslari juda ham ortib bormoqda. Va poralarimizni kengayib ketishini hisobiga kirlar yig'iladi, changlar va har xil kosmetika ishlatishimizni hisobiga bu teshikchalarimiz kirlanishga sabab bo'ladi. Bunday yuzlarga aslida biz haftada bir marta skrablardan yokida bo'lmasam yog' ketpeginlardan foydalanishlikni tavsiya qilamiz. Agar bizada komedonlar juda ham katta bo'lsa, bular poralarimiz kengayishi ko'payib boraveradi. Agar siz uyda to'g'ri parvarish qilmasangiz, umuvалка, tonerlardan ishlatmasangiz, ya'ni bu teshiklarimiz aytib o'tganimizdek kirlanishlar ko'payib boraveradi. Shuni oqibatida qora nuqtalarimiz ko'payib va chistka muolajasiga kelishligi to'g'ri keladi.